Hammaga assalomu alaykum. Yana men efirda Arslonbek. Xo'p, bugungi mavzumiz smartfonlar haqida. Smartfonlarda bilsangiz, ya'ni telefonlarimizda iPhone kuchlik, Samsung kuchlik degan gaplar bor. Huawei kuchlik yoki Xiaomi kuchlik deb. Huawei rostdan ham kuchli telefon, o'rtada Amerikaning sanksiyalariga tushib qolib, o'rtada o'zini sistemasini yaratgan holda qolib ketdi. Ya'ni unda siz biz o'ylagandaqa Google ishlamaydi, ko'pchilik biladi. Gap bu Huawei'da emas. Deganim Liboy sohada raqobat bo'lgani yaxshi, raqobatda hech qanaqa zarari yo'q. Sog'lom raqobat deydi. Bizga, ya'ni oddiy xalqqa buni foydasi katta. Birinchidan qulayliklar ko'payadi. Biz mana shu telefonni yoki shu narsani sotib olsin deb. Ikkinchidan yaxshi taraflari narxi arzonlaydi, narxi tushadi. Misol uchun bitta firma bo'lsa monopoliya bo'ladi-da, u xohlagan narxini qo'yadi. Lekin 3 ta firma bo'lsa meni olsin deb turib, ular narxni arzon qo'yadi. Ya'ni sizni cho'ntagingizga qarab olaverasiz. Siz arzoni bor, qimmatsiz qimmati bor. Shunga qarab, ularning sistemasida ham shunaqa. Qaysidadir o'zining platformasi, qaysidadir Google platforma. Hozir ko'p kompaniyalar o'zining telefonlarini chiqaryapti. Mana Google Pixel bor. Hozir ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. iPhone bor, mana o'zining kamerasi bo'yicha yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Ya'ni Instagram bilan shartnomasi bor deyiladi. Samsung bor, mana stabillik, hamma bor. Android sistemada eng zo'r ishlaydigan, menimcha Samsungga yetargani yo'q. Zoomlari ham yo'q, zo'r. Keyingisi Xiaomi rasm bo'yicha, surat bo'yicha menimcha birda tursa kerak hali ham. Huawei bor. Huawei'ni ko'pchilik suyadi. Huawei'ni boshida ham aytib o'tdim. Jicha sistemasi boshqacharoq. Gap bunda emas. Endi hozir demoqchi bo'lganim, kim qanaqa smartfon olishni o'zi tanlaydi. Ya'ni hozir ChatGPT ga bu savolni bergandim. O'zi xohlagandaqa qilib faktlar bilan javob beribdi. Ko'rib bir baho berasizlar, kim qanaqa smartfon olgisi kelganlar chetdan tanlab olaveradi. 5 ta asosiy eng kuchli flagmanni yozdim. iPhone yozilgan ekan, Samsung yozilgan 26 Ultra, 17 Pro Max, keyin Xiaomi 16 Ultra yozilgan, Huawei Pure 80 Ultra yozilgan, Google Pixel 10 Pro XL yozilgan. Ya'ni dunyodagi eng kuchli telefonlarimizdan biri. Vivo 300 Pro ni yozmadim, sababi o'sha savollar ko'payib ketyapti. Bu ham zo'r telefon, haligacha kamerada, fotoapparatda, zoomda unga yetadigani yo'q, zo'r telefonlardan biri. Bu yerda albatta o'z xohishingizga qarab telefon olasiz. Shunday odamlar borki, bu ma'lumotni ko'rsatib, isbotlab qo'ysangiz ham o'zining fikri bo'ladi. Albatta odamning o'zining fikri bo'lganini ma'qullayman. Ya'ni status xohlaganlar, premium yurishni xohlaganlar, Instagram va video kontentlar olishni xohlaganlarga iPhone maslahat beramiz. Yo, menga birinchi o'rinda qulaylik, men telefonni boshqarmoqchiman, men telefondan ustuvor bo'lishim kerak deganlarga albatta bu yerda Samsung Galaxy ni maslahat beramiz. Keyingisi, menga iPhone yoqtiraman, lekin menga Android bo'lish kerak. Android xuddi shu iPhone'da Androidlik kerak deganlarga Google Pixel ni maslahat beramiz. Juda iPhone bilan birga ishlangan, lekin holati Android ichidagi platformasi. Keyingisi, menga boshqa telefonlarda qizig'i yo'q, men o'zimning xohishim, o'zimning fikrim bor deydiganlarga boshqa telefonlarga tupurib qo'ygan holda unga Xiaomi ni maslahat beramiz. Yo'q, men eskidan Huawei ishlatib o'rganib qolganman, uni platformasini qizig'i yo'q, o'zim moslab olaman deganlarga albatta Huawei ni maslahat beramiz. Huawei ishlashlari juda bir maromda, sensorlari juda tekis. Bu dunyodagi eng qaram bo'lmagan kompaniya. Hamma yo'qni o'zi ishlab chiqaradi. Samsungdan ekran olmaydi, bittasidan sistema olmaydi, bittasidan protsessor olmaydi.